Ijikadan keyin hayz buzilib, klimaks bo'lib qolishi mumkin. Juda ham aktual savol. Bu savolni juda ham ko'p eshitaman. Ya'ni menda ijikadan keyin hayzim buzildi, hayzim kelmay qoldi, klimaks boshlandi va hokazo. O'zi ijika bu bachadon naylarini bog'lash va umuman texnik tarafdan tuxumdonga ziyon yetkazmaydigan operatsiya hisoblanadi. Agar bu to'g'ri bajarilsa. Nima uchun aytyapman? Demak, tuxumdonni ko'radigan bo'lsak, tuxumdonga boradigan asosan ikkita qon tomir boradi. Bu tuxumdonning o'zini arteriyasi va bachadondan chiqadigan arteriyalar. Mana shu tuxumdondan chiqadigan arteriyaga umuman shikast yetkazmasligi mumkin bu ijika amaliyoti. Lekin bachadondan chiqadigan arteriyalar ular demak tuxumdon bilan anastomoz bo'ladi va aynan shu bachadon nayni tagidan o'tadi. Agar ijika amaliyoti to'g'ri bajarilmasa yoki qisman ana o'sha joyga boradigan tomirlar bog'lansa, tuxumdonni qon bilan ta'minlanishi buziladi va afsuski shunday holat kuzatilishi mumkin. Lekin yana bir bor aytaman, 90%, 95% holatlarda ijika amaliyoti bachadon nayiga shikast yetkazmaydi va ayollardagi ijikadan keyingi hayz ko'rmaslik yoki klimaks boshlanishi bu tasodif bo'lib qolishi mumkin. Chunki ijika qilmagan ayollarimizda ham shu narsa bor-da. Hayz buzilishi. Chunki hozir paytda 90-95% ayollarimizda gormonal o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shu gormonal buzilishlarning oqibatida klimaks erta boshlanib qolishi mumkin. Agar masalan ijika endi qildirmoqchi bo'lgan ayollar bo'lsa, albatta yaxshi mutaxassisda qildirishni tavsiya qilaman. Agar qildirgan bo'lsa, ayollar ular o'zining gormonal muvozanatini, tuxumdonlarning faoliyatini ko'rib turish kerak xolos. Ammo shunda unaqa holatlar bo'lmaydi.